Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana biz Parkent tumanidamiz. Toshkent viloyati Parkent tumani eski mol bozor o'rnida joylashgan Mag'iz bozordamiz. Haqiqiy sug'diyona, qora kishmish shu Parkent tumanida yetishtiriladigan nimaiki qora uzum borki, o'shani mayizi optim sotiladigan bozorga keldik. Mana bu tabiat go'zalligini qarang, manzarasini qarang. Juda ham bir so'lim, jannat makon joylar. Mana texnikani ko'pligini qarang. Tan bermasa iloj yo'q. Mana shu joyda xalq ahillik bilan bir yoqdan bosh chiqarishi, mana savdo qilishadi. Mana bu tomondan shahar markazidan kirib kelishadi. Parkent sentridan, bu tomon esa Toshkent shahridan kirib kelishadi. Mana shunaqa bir so'lim, ajoyib jannat makon joy. Mana dehqonlar bozor eshigini tagida savdolashni boshlashdi. Shunaqa bir ko'rkam, bir ajoyib. Haqiqatan faxrlansa arziydigan Parkent deganda Parkent uzumlari. Parkent deganda uning Parkent mana shunaqa o'zining hissiyoti bilan, latofati bilan, odamlarning mehribonligi, bir-biriga e'tibori bilan zo'r. Mana Parkentdagi eng kuchli turshak bozorini mana optim sotadigan amaki. Mana shu turshaklari 5000 so'mdan ekan. Chorsi, Alayskidan olaman deb ovora bo'lmanglar. Kesalarim olasizlar. Mana bular 15 ming, 20 ming ekan. Mana ko'ryapsizlar mana. Jiydasini qarang, jiydani. Buni sutga solib, qaynatib ichgan odam har qanday kasallikka davo topadi. Mana shunaqa bir ajoyib, mana yuzlaridan nur yog'ib turibdi. Umridan baraka topsin shu dehqon bobomiz. Rahmat. Mana qarang. Parkent mag'izlari o'zining latofati bilan odamlarni o'ziga jalb qilgan haqiqiy dehqonning mana Toshkent shahridan Alayskilarga borsangiz bunaqa mayiz ko'rmaysiz. Mana qarang, mayiz chiroyliligini qarang. Jonda rohati mana shu mana shuni ko'tarasiga 100 mingdan, 90 mingdan olsangiz ham bo'ladi. Dehqon bilan kelishsangiz 80 ga beradi. Lekin siz Alayskiga, Chorsi bozorlariga bo'lsangiz 300 mingdan olasiz. Shuning uchun o'rtoqlar 3-chi, 4-chi qo'ldan emas, to'g'ri dehqondan kelib olingiz. Mana yurakni o'ynatadigan, ko'zingni yashnatadigan 10 donasini yesang, payg'ambarimiz iste'mol qilgan 3 dona xurmani kuchini beradigan, kuchga ega bo'lgan mag'izlar mana shu. Maşallah. Dehqon boboning shaxsan o'zlari haqiqiy mana Parkentning yuzidan nur yog'ib turgan mard o'g'lonlari umridan baraka ulug' ro'za Ramazon kunlari mana o'zlarining dehqonchiligini olib chiqishgan. Meni kuzatayotgan O'zbekiston va chet eldagi o'zbek birodarlar, sizlar Toshkent viloyati Parkent tumanidagi eski mol bozor o'rnida joylashgan uzum optim bozoriga tashrif buyuringizlar. Haftaning chorshanba va payshanba kuni ertalab soat 8 dan kunduz kuni soat 12 gacha davom etadi. Sizlar bozorda ko'rgan 200-300 minglik mag'izlar mana bu yerda 120, 100, 80, 60, 50 ming ko'tarasiga olsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, mana Parkent mayizlari haqiqatan ko'zingizni yashnatadigan. Mana buni qarang, bu Parkentning mayizlarini qarang. Haqiqiy mayizlar. Mana bunaqa mayizni ko'rmabsiz, Parkent tomonga yurmabsiz. Albatta mana keling.
juda ham zo'r mayizlar. Mana shu dehqonning o'ziniki. Mana shunaqa bir jon rohati. Mana haqiqiy dehqon, mana shu mahsulotning egasi. Soya salqin joylarda yetishtirilgan o'zlarining dehqonchiligi. Dehqonning mardligi nimadan bilginadi? Joyida savdalasangiz 70-80 mingdan beradi, lekin Alayski bozorga borsangiz, boylar bozori deb nom olgan, aeroportga to'g'ridan-to'g'ri yuklashadi 300 ming kilogramm. Chorsiga borsangiz 250 mingdan beradi. Lekin dehqonning o'ziga kelsangiz oldiga 80 mingdan beradi. Ana, ko'ryapsizmi? O'zbekistonimizning eng nufuzli Parkent nomi bilan dong taratgan Parkent mayizlari. Ro'za Ramazonda aynan shunaqa mayizlarni iste'mol qilsangiz, ishtahangizga ishtaha ochadi. Kun davomida. Xuddi tandir go'sht yegandek yoki zig'irli osh yegandek o'zingizni his qilib yurasiz. Mana shunday dehqonlar bor bo'lsin, kam bo'lmasin. Rahmat, umridan baraka topsin. Mana Parkentdagi eng chiroyli go'zal bozor. Mana Parkent mayizlari qarang. Men o'zim kelib o'zim guvoh bo'ldim. 5 tonna, 7 tonna, 12 tonnalab olib shu yerdan mana shunaqa ajoyib mag'izlarni konteynerlarga yuklab samarqandliklar Cheres Qoraqalpoq Gruziya, Ozarbayjon, Turkiyaga olib borib, Mersin portidan Amerikaga eksport qilar ekan. Yoki bo'lmasa, Cheres Hoji davlat postidan o'tkazib, konteynerlarda mag'izlarni Cheres Kaspiy dengizi Amerikaga eksport qilar ekan. Mana shu mayizlar qanday qilib Amerikada foyda bo'ldi desak, mana shu dehqonlardan optim olishadi. Mana azizlar, haqiqiy mana mayizlar. Kelingizlar, dehqon bilan joyida savdalashsangiz, mana shu dehqonlar. Parkent mayizlari haqiqiy dehqon. Yo'q, ana. 50 dan 80 minggacha eng yaxshi mayizlarni olishimiz. Mana bu Sug'diyona Navlun mayizi. Mana bu rizamat ekan mana azizlar. Mana qarang. Ishtahani ochadi. Qarang. Mana bular kishmish. Mana qarang. Mashallah. Dehqon bobo o'zbek xalqiga, O'zbekiston fuqarolariga tilaklaringiz ulug' ro'za Ramazonda. Mana 40 mingdan beramiz. Ana ko'rdingizmi? Joyida kelib savdo qilishni o'rganinglar. Parkent Toshkent viloyati Parkent tumani Eski mol bozori o'rnida joylashgan Optim mayiz bozori. 10 kilodan 10 tonnagacha optim ko'tara olishingiz mumkin. Amerikadagi supermarketlarda savdo qilinayotgan mayizlar ham mana shu Parkentda olinib, Cheres Kaspiy dengiz Amerikaga konteyner orqali eksport qilinadi. Mana shu mayizlar. Mashallah. Instagramda Mana azizlar, biz Parkent bozorida mana shunaqa bir ajoyib savdo rastalarida yuribmiz. Albatta kelingizlar. Mana shunaqa bir ko'tarinki ruhda Parkent mayizlari. Optim Parkent mayizlari. Mana mayizda xalq arzon, mana mayizda o'tdi. Mana haqiqiy dehqonlar mana shular bo'ladi. O'tdi bizlar, kelinglar. Mana bizni kuzatayotgan Mana qo'ralardan o'tdi mana key. Mana qarang, qo'ralarda olib ketishar ekan. Mashallah. Ha, nomerlarga sen mana qilib qo'ying. Mana qarang. To'g'ridan to'g'ri. Cheres Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya, Mersin porti, Turkmaniston orqali Kaspiy dengizi Amerikaga ham eksport qilishar ekan. Qoyilman. Mashallah, tabarak.